Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan hozir qayta o'qish, ya'ni kredit moduli uchun to'lov shartnoma olishni ko'rib chiqamiz. Ixtiyoriy brauzerdan Kontrakt Edu.uz platformasiga o'z shaxsiy kabinet login paroli bilan kiramiz. Kirganimizdan so'ng kredit moduldan arizam bo'limiga o'tamiz. Bu yerda kredit moduli uchun ariza yuborishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, hali ariza shakllanmagan va biz ariza yuborish tugmasini bosamiz. Kredit moduli uchun ariza yuborish oynasi shakllandi va bu yerda ta'lim ma'lumotlari, pastda esa semestrlar shakllangan. Talabamiz 4-kurs bo'lganligi uchun bizda 8 ta semestr ko'rinib turibdi va biz avvalgi semestr, ya'ni 7-semestr uchun to'lov shartnomani olamiz. Bu yerda fanlar ko'rinyapti va biz bu yerdan noma'lum holatdagi fanlarni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng pastda tizim tomonidan kredit miqdori va uning summasi shakllanadi va yuborish tugmasini bosamiz biz.